Demak, boshladik. Salom hammaga. Bugun 21-fevral 2026-yil 3-video. Sizlar bilan Ronik.com sahifasida ko'rishib turganimdan mamnunman. Sizlar bilan Ron. Bugun shu qo'yilgan maqsadlar sari HTML o'rganishni davom ettiramiz. Tak. Ikkinchi videoni joylaganimizga 24 soat bo'lib qoldi. Bugun o'zimiz aldash bilan shug'ullanmadik, ko'rmadik. Hozircha 0 prosmotr. Tomoshalar soni 0. Oldin kechiga bugungi videomizda kechiga o'tilgan narsalarni takrorlab olsak yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Mana kechiga yozgan kodimiz aytgancha oldindan aytib qo'ymoqchi edim. Kecha 14 minut video, 14 daqiqalik videoda kino bor-u, Yulduzlar jangchisidagi Darth Vader o'shani eshitganinglar uzr so'rayman. Mikrofon noto'g'ri turib qolibdi, joylashib qolibdi. Bugun bunaqa narsa bo'lmaydi degan umiddaman. Demak, kodimizga qaytamiz. Ozgina bugun vaqtim bo'ldi ko'rib chiqishga. Kechiga yozilgan kod bo'yicha. Demak, men shuncha kodni yozmamiz. HTML o'zi nimaligini aytib ketmayman. HTML bu Hypertext Markup Language ekan. Gipermatn belgilash tili. Shu kecha aytganimdek web sahifani asosiy suyagi yoki qurilish bloklari, o'sha qurilish bloklari deganda g'ish nazarda tutilyapti. Shulardan tashkil topgan shu HTML sahifa bo'lsa, uni ustiga qo'ygan hammasi yig'ilaveradi. CSS ham, JavaScript ham, qolganlari ham. Xo'sh, doctype ham ko'rib chiqdi nimaligini. Bu o'sha HTML hujjatda qanaqa tushuntirsam ekan, qiyin til bilan yozilgan maxsus deklaratsiyasi deb. Qisqasi bu o'sha Mozilla bo'ladimi, Safari bo'ladimi, Google Chrome bo'ladimi, Internet Explorer bo'ladimi, o'shanga "Hoy, men HTML 5 versiyasida yozilgan hujjatman" deb o'zini tanishtiradigan matn. Tak. O'zini bildiradigan hujjat qaysi HTML turida yozilganini bildiradigan ma'lumot ekan. Keyingi anaqaga o'tamiz. HTML tagi. Hujjat asosiy ildizi, asosiy tagi. Shu bu kecha aytganimizdagi HTML tagi bu ochilib ham yopiladigan tag. Mana pastda, tepada ochildi, pastda yopildi. Shu bilan ochib yopilgan hujjatda boshlanishi, hujjatda internetda sal qiyinroq berilgan hujjat deb o'sha kodni boshlanishi va kodni tugashini bildiradi. Shu ikkita tag orasida barcha kodlar yoziladi. Keyingisi ingliz tilim sal yomonroq deb bilmayman desam bo'ladi.
hatmi qanaqa o'qiladi bilmayman. Shu ko'rib turgan yerdagi yoziladi qisqasi. Bu tag head'dagi bu HTML hujjatini juda g'alati eshitilyapti. Men uchun HTML hujjati bosh qismi ekan. Bunda o'sha kecha yozganimizdek, ana title sahifani anaqasi sarlavhasi yoziladi. Keyin mana meta tag yozdik. Kodlashtiri kecha aytgan UTF-8 kodlashtiri qanaqa qidiruv tizimlarida keyinchalik ko'rib chiqamiz. Qidiruv tizimlarida qanaqa oson topilish uchun qo'yib ketiradigan ma'lumotlar, sahifa qanaqa ko'rinish sozlamalari yoziladi. Stillar, skriptlar, ikonkalar deganda saytda rasm ko'rinishida saytda rasm ko'rinishida bo'ladigan tugmalar. Xo'sh, bular head ochilib yopiladigan tag bo'lgani bilan bu bodydan oldin keladi. Shu HTML head keyin body. Xo'sh, mana bu title ham ochilib yopiladigan tag. Meta bo'lsa o'zi faqat ochiladi, ichiga ma'lumotlar kiritiladi. Bo'ldi. Keyingi tagga o'tamiz. Bu body tagi. Bu hujjatda bu head boshi bo'lsa, body bu hujjatda tanasi qisqa qilib aytganda. Buni ichida o'sha hamma narsa joylashtiradi. Matn ham joylashtiradi, rasm ham, video ham, havolalar ham, o'sha silkalar, tugmalar, ro'yxat, jadval, forma. Qisqasi forma deganda Google formani internet ishlatgan bo'lsangiz, ish ko'rgansiz, o'shaqa ma'lumot to'ldirilgan formalar kiritiladi. Bu body ham ochilib yopiladigan tag. Keyin o'sha bodyning ichida har xil yana boshqa taglar bor. Hozir buni qaytarib olganimizdan keyin kechaga o'tilgan narsalarni, o'tgan videomizda o'tilgan narsalarni boshqa bodyning ichida yana uchraydigan taglarni ham ko'rib chiqamiz. Kecha o'tgan tagimiz paragraf tagi. Bu ham ochilib yopiladigan tag, o'rtasida ma'lumot keladi. Matnni alohida qanaqa aytsa bo'ladi, paragraf ko'rsatib ketish uchun qilinadi. Qisqasi. Demak, kecha barcha ma'lumotlarni qaytarib oldik. Endi ozgina vaqtimiz qoldi. 5 minut ichida ulguramiz degan umiddaman. Yangi sahifa ochib olamiz. Yangi sahifamiz qayerda edi? Mana. Bugun o'tadigan tagimiz tegam desa bo'lmaydi. HTML hujjatdagi keyinchalik esingizda chiqmasligi uchun izoh qoldirishni o'rganamiz. Bu HTML5 HTMLning 5-versiyasida qanaqa yozilishini ko'rib chiqamiz. Yana kechidagi doctype izoh nimaga kerak? Bu hozir o'rganamiz. Keyinchalik kodimiz katta bo'lishi mumkin. Yoki siz shogirdingiz ishlashi mumkin. Sizdan keyin bu kod bilan qayerda nima yozilganini belgilab ketish uchun kerakli narsa. Xo'sh, title sirasi bilishimiz uchun nimagaligini izohlarni yozib ketamiz. Izohlar 3-video. Title anaqasini yopamiz.
Xo'sh. Keyin meta tag beramiz. Kodda qaysi anaqa bilan yozib o'tganimiz ana. Qo'shtirnoq UTF8. Xo'sh, endi head yopamiz. Endi bodyni ochamiz. Ozgina vaqt qolgani uchun odam shoshyapti. Xo'sh. Bodydan keyin mana o'sha tagga keldik. Izoh qoldiradigan. Izoh qoldirish uchun undo belgisi, ikkita chiziqcha. Shu yerda izohlarni yozamiz. Keyin ikkita chiziqcha. Uchburchak qovus yopiladi. Xo'sh, keyin kechagi o'tgan anaqamiz paragraf tagimiz buni orasiga hozir bu joydan ma'lumot qarab ko'raman. Qalam shu ma'lumotni qo'yib turamiz. O'zinglar anaqa qo'ygan любой ma'lumot, любой o'zbekcha nima bo'ladi yozib yuboringlar, esimda yo'q. Xo'sh, body tagini yopamiz. Men hozirlarga eng osonni ko'rsatyapman. Qanaqa holatda yozib ketish mumkin? Yana bundan tashqari mana shu jadvallar bo'lishi mumkin, tugmalar bo'lishi mumkin. O'sha yerda o'tganimdek hali bodyning ichiga, body tagini ichida yoziladigan hamma ma'lumotlarga har xil shakl, ko'rinish, stil berilganda o'sha yoniga izoh yozib ketsa bo'ladi. Nimaga bu tag yoki kod yozilganini o'sha saqlanib oldik, saqlab oldik. Endi ochib ko'ramiz. Ochib ko'rganimizda ham ko'rishimiz mumkin. Paragraf o'zi turibdi. Lekin bu yerda hali yozgan namba shu yerda izohlarni yozamiz. Tag ichida yozganimiz ko'rinmaydi. Xo'sh. Demak, bugungi videom shu bilan yakunlandi. Yoqqan bo'lsa, yoq tugmasini bosinglar, yangi videolar o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Obuna tugmasini bosinglar. Talab, taklif, kamchilik, tilaklar, xatolar bo'lsa izohlarda yozib qoldiringlar hammasini. Keyingi videoda ko'rishguncha